Dangasa emas, uddaburonlar uchun 15 minutda tayyor bo'ladigan chuchvaralar retsepti. Mol yoki qo'y go'shti farshiga terkadan o'tkazilgan piyoz solamiz. Bitta tishcha chesnok ham qo'shib yuborsangiz, taom yanada mazali va xushbo'y bo'ladi. Pomidor esa uni yanayam sochni chiqishini ta'minlab beradi. Tayyor bo'lgan massamizga tabga ko'ra tuz, murchlarni solib aralashtirib olamiz va dumaloqcha shakllarga keltirib olamiz. 30 ta dumaloqchani vaqtiga men 50 ta chuchvara tugardim. Sizda ham shunaqa vaziyat bo'lmasligi uchun bo'sh vaqtingizda ularni tayyorlab, muzlatgichga solib qo'ysangiz ayni muddao bo'ladi. Shoshib turganingizda joningizga oro bo'ladi. Bitta tuxumga 4-5 osh qoshiq suv, tabga ko'ra tuz va yarim piyola un sepib aralashtirib olamiz. Teftelkalarimizni avval unga, keyin esa tayyor bo'lgan aralashmamizga solib aralashtiramiz va videodagidek qaynab turgan tuzli suvda chuchvaralarimiz pishgungacha 10-15 daqiqada pishirib olamiz. Dasturxonga smetana va zeyling bilan tortamiz. Aytgancha, uncha-muncha ovqatni yemaydigan bolam ham mazza qilib yeb qo'ydi. Siz ham bolalaringizga bu ovqatni tayyorlab bersangiz, aniq talashib yeb qo'yishadi.